Test tahlilini davom ettiramiz. Biz birinchi mock test titki 22 dan 24 gacha qismiga kelganmiz. Ya'ni shartida taymil tutko yoji chungshim sangagil korishipsho degan. Quyidagini eshitib, ayolning asosiy fikrini toping deyilgan. Ya'ni bu yerda suhbat bo'ladi. Erkak ikkita gap, ayol ikkita gap aytadi, jami 4 ta. Ya'ni suhbat bo'ladi. Ayol nimani ta'kidlab gapiryapti? Ya'ni ayolning asosiy fikri nima bo'lyapti? Shuni topishimiz kerak. Va har biriga 3 balldan beriladi. 22-sida biz endi tahlil qilib olamiz. Qarang. Chongsonin meyl heyi ham deydi. Ya'ni ayol ta'kidlayaptiki, ayolning fikri shundaki, tozalashni har kuni qilish kerak. Ikkinchisida iriyo irining puk shiyoya ham deydi. Yakshanba kunida yaxshilab dam olish kerak. Uchinchisi pappimyon undongil haji anado temniydi. Band bo'lsangiz, sport bilan shug'ullanmasangiz ham bo'ladi. To'rtinchisida Chumarido undongil chom hanin gechosim deydi. Hafta oxirida ham sport bilan ozgina shug'ullanish yaxshi deyilyapti. Ya'ni ayolning fikri shunday ekan. Endi biz audiosini eshitib olamiz. 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오. 22번. 어제는 좀 쉬었어요? 오전에는 청소를 하고 오후에는 강에 가서 친구와 자전거를 탔어요. 일요일에는 집에서 푹 쉬는 게 좋지 않아요? 주말에도 밖에 나가서 운동을 좀 하는 게 저는 좋더라고요. 너무 쉬기만 하면 월요일에 오히려 더 피곤해서요. 다시 들으십시오. 어제는 좀 쉬었어요? 오전에는 청소를 하고 오후에는 강에 가서 친구와 자전거를 탔어요. 일요일에는 집에서 푹 쉬는 게 좋지 않아요? 주말에도 밖에 나가서 운동을 좀 하는 게 저는 좋더라고요. 너무 쉬기만 하면 월요일에 오히려 더 피곤해서요. Hop, audioni eshitdik. Endi matn qismiga o'tib olamiz. Hop, ushbu matn qismi erkak aytdiki, ojenin chom shiyossoyo, kecha biroz dam oldingizmi desa, ayol ojonenin chongsoril hago, ohu enin kange kaso, chingua chajongoril tassoyo. Tushlikdan oldingi vaqtda, ya'ni obeddan oldin tozaladim va tushlikdan keyin daryoga borib do'stim bilan velosiped mindik deyapti. Shunda erkak iriyo irinin chibeso puk shininga cho'chanayo. Yakshanba kunida uyda yaxshilab dam olish yaxshi emasmi desa, ayol mana asosiy fikrini aytadi. Ya'ni chumaredo pakke nagaso undongil chom haninge chonin chotoragoyo. Hafta oxiri bo'lsa ham, hafta oxirida ham tashqariga chiqib, ya'ni ko'chaga chiqib sport bilan biroz shug'ullanish menga yaxshi. Ya'ni yaxshi deb o'ylayman. Nomu shigiman hamyon voryo ire oirio to pigonesoyo. Judayam dam olsam agar, ya'ni ko'p dam olsam, dushanba kunida aksincha yanada charchagandek bo'laman. Ya'ni charchab qolishligim sababli. Shuning uchun yakshanba kunida ham, ya'ni dam olish kunida ham biroz sport bilan shug'ullanish men uchun yaxshi degan gapni aytdi. Demak, ayolning asosiy fikri hafta oxirida ham tashqarida sport bilan shug'ullanish yaxshi. Endi javoblarga qaytamiz. Javoblarni ko'radigan bo'lsak, mana tozalashni har kuni qilish kerak. Unaqa fikr aytmadi. Keyingisida yakshanba kunida yaxshilab dam olish kerak. Buni erkak aytgan edi, ayol emas, demak xato. Band bo'lsangiz, sport bilan shug'ullanmasangiz ham bo'ladi. Yo'q, ayol sport bilan shug'ullanishni ta'kidlayapti va to'g'ri qoladi. Hafta oxirida ham sport bilan ozgina shug'ullanish yaxshi. O'zi shunaqa gapni aytib ketdi. Demak, javob 4 bo'ladi.
Xuddi shunday shaklda topishingiz kerak. Keyingi qismi 23. Xo'p, kidaririyomyon irim puto sonoya hamnida. Kidarida kutmoq, riyomyon degani moqchi bo'lsa, moqchi bo'lsam, moqchi bo'lsangiz ma'nosida keladi. Agar kutmoqchi bo'lsangiz, irim puto birinchi ismdan boshlab mana sonoya hamnida. Sida yozmoq, ao nohta grammatikasi bor, ip qo'ymoq va aya oya hada degani ish kerak. Sono aya hamnida yozib qo'yish kerak ma'nosida beradi. Kutmoqchi bo'lsangiz birinchi ismingizni yozib qo'ying. Ikkinchisi, shiktang apeso ore kidarigo shipchansım deydi. Oshxona oldida uzoq vaqt kutishni xohlamaydi. Ya'ni uzoq vaqt kutishni xohlamaydi. Bu ayolni fikri. Uchinchisi, chomshim shiganinin shiktangil iyong hagiga himdim deydi. Tushlik vaqtida oshxonadan foydalanish qiyin. Va to'rtinchisi, chomshim shiksanin samshipun ane kinnenin go'shi chosimda. Tushlikni 30 minut ichida tugatish yaxshi ekan. Ya'ni yarim soatda siz tushlik qilsangiz bu yaxshi ekan ayolning fikricha. Endi audiosini eshitib ko'ramiz. (23번) 손님, 두 분이세요? 여기에 이름을 써놓고 기다리시면 됩니다. 얼마나 기다려야 돼요? 지금 점심시간이라서요. 두 사람 자리는 30분쯤 기다리셔야 합니다. 그럼 그냥 갈게요. 그렇게 오래 기다릴 필요는 없을 것 같아요. 다시 들으십시오. 손님, 두 분이세요? 여기에 이름을 써놓고 기다리시면 됩니다. 얼마나 기다려야 돼요? 지금 점심시간이라서요. 두 사람 자리는 30분쯤 기다리셔야 합니다. 그럼 그냥 갈게요. 그렇게 오래 기다릴 필요는 없을 것 같아요. Hop, audioni eshitdingiz. Endi matnni tahlil qilamiz. Matn quyidagicha, ya'ni erkak aytdiki, sonnim tu puniseyo. Erkak endi ofitsiant ekan yoki oshxonada ishlaydigan odam. Aytayaptiki, sonnim mijoz tu buniseyo. Ya'ni ikki kishimisiz? Ikki kishimisiz. Yogiye irimil sonoko kidarishmiyon temnida. Bu yerga ismingizni yozib qo'yib kutsangiz bo'ladi, deyapti. Ya'ni navbatni kutish uchun yoki navbatga turish uchun ismini yozib qo'yar ekan. Shunda ayol olmana kidaryoyateyo. Qancha vaqt kutish kerak deb savol beryapti ayol. Shunda erkak chigim chomshim shiganirasoyo. Hozir tushlik vaqti bo'lgani uchun tu saram charinin samshib punchim kidarishoya hamnida. Ikki kishilik, ya'ni ikkita odam o'rni, chari degani o'rin joy. Ikki kishilik o'rin taxminan 30 daqiqa kutishingiz kerak. Ya'ni tushlik vaqti bo'lyapti, ko'pchilik endi ovqatlanadi. Shuning uchun 30 daqiqa kutishingiz kerak desa, ayol krom kinyan kalgeyo. Unday bo'lsa, shunchaki ketaman. Ya'ni kutmayman, ketayiraman ma'nosida aytayapti. Davomida krohga ore kidaril perionin opsil gotkatayo. Bu darajada, ya'ni bunday uzoq vaqt kutishni keragi yo'qqa o'xshaydi deyapti. Va mana oxirida o'zi asosiy fikrini aytayapti. U kutmaydi, kutishni xohlamayapti. Endi javoblarga o'tadigan bo'lsak, mana javoblar. Bu yerda biz tarjima qilgandik. Mana bu ikkinchi joyda shiktang apeso ore kidariji shipchansım deydi. Kidarigo shipchansım deydi. Oshxona oldida uzoq vaqt kutishni xohlamaydi ma'nosi kelyapti. O'sha ikki javob to'g'ri. U ismini yozish kerak degan narsa bor, lekin biz bu yerda ayolning asosiy fikrini topishimiz kerak. Shunda bir xato. Uchinchi xatoligi, tushlik vaqtida oshxonadan foydalanish qiyin. Haqiqatan qiyin, ya'ni odam ko'p bo'ladi. Lekin bu ayolning asosiy fikri emas, shunchaki ma'no bilan o'xshashroq gap. Tushlik vaqti 30 minut ichida tugatish yaxshi. Va bu haqida umuman gapirilmadi. Demak, 4 ham xato va 2 qoladi. Endi keyingi testimiz 24.
Bu yerda birinchisi hyongimil kajigo taninin go'sin pul piyonam deydi. Naqd pulni kajigo tanida degani olib yurmoq. Olib yurish noqulay. Ikkinchisida kadiril sinin sarami manajigo ism deydi. Kartani sida degani yozmoq yoki foydalanmoq, ishlatmoq ma'nosini beradi. O'sha ma'nolar ham bor. Kartani ishlatayotgan odamlar ko'payib bormoqda mana. Manajida ko'paymoq, go ismida yapti, yapman ma'nosida keladigan grammatika. Ko'payyapti. Uchinchisi kadiril sayon kamyon tonil tomani siga temlaydi. Kartadan foydalansangiz, pulni yanada ko'proq ishlatadigan bo'lasiz. Ya'ni karta orqali agar siz xarid qiladigan bo'lsangiz yoki pul sarflaydigan bo'lsangiz, ko'p sarflaydigan bo'lib qolar ekansiz. Bu ayolning fikri bo'lyapti. To'rtinchisida hyongimi ismyon kadiril ankajigo tanyodo temlaydi. Naqd pulingiz bor bo'lsa, kartani olib yurmasangiz ham bo'ladi deyilyapti. Endi audiosini eshitib ko'ramiz. (24번) 저한테 돈을 주시겠어요? 제가 모두 카드로 계산할게요. 여기 있어요. 그런데 현금은 하나도 안 가지고 다니시나 봐요. 네. 현금은 불편해서 카드만 가지고 다녀요. 그런데 카드만 계속 쓰면 계획에 없던 돈도 쓰게 되지 않나요? 다시 들으십시오. 저한테 돈을 주시겠어요? 제가 모두 카드로 계산할게요. 여기 있어요. 그런데 현금은 하나도 안 가지고 다니시나 봐요. 네. 현금은 불편해서 카드만 가지고 다녀요. 그런데 카드만 계속 쓰면 계획에 없던 돈도 쓰게 되지 않나요? Xo'p, audioni eshitdingiz. Endi tahlil qilamiz. Xo'p, eshitgan matnimiz quyidagicha, ya'ni erkak aytayaptiki, "Chohante tonil chushigesoyo, menga pul berasizmi? Chega modu kadiro kesanalgeyo." Men modu degani barchasi, ya'ni hamma narsani karta orqali, kartamdan kesanhada degani hisoblayman, ya'ni pulimni to'layman. Barcha narsani karta orqali pul to'lov qilaman. Shunda ayol yogi so'yo, mana marhamat, ya'ni u pul beryapti. Kironde hyongimin hanado ankajigo tanishina bayo. Kironda degani lekin yoki aytgancha ma'nosi ham keladi. Aytgancha siz naqd pul bitta ham olib yurmasdan qatnayotganga o'xshaysiz. Ya'ni sizni oldingizda umuman naqd pul yo'q. Shu shaklda, ya'ni shu holatda siz yuribsizmi deyapti. Shunda erkak ne hyongimin pul piyoneso kadiman kajigo tanyoyo. Ha, naqd pul noqulayligi uchun faqat kartani olib yuribman. Kajigo tanida olib yurmoq ma'nosida keladi. Shunda ayol mana shu joyda ayolning asosiy fikri bo'ladi. Agar diqqat qilayotgan bo'lsangiz, ikkita erkak mana birinchi va ikkinchi gap va ikkita ayol gapiradi, birinchi va ikkinchi. Shunda ayolning asosan ikkinchi gapida javob bo'ladi. Asosan. Ya'ni o'sha ikkinchi aytadigan gapiga diqqat qilsangiz, imtihon javoblaridagi gap bilan o'xshashroq gapni aytib qo'yadi. Ya'ni qarang, kironde kadiman kesok simyon kefek opton tondo sige teja anayo. Lekin faqat kartani davomiy ishlatsangiz, rejangizda yo'q bo'lgan pulni ham ishlatadigan bo'lib qolmaysizmi deyapti. Bu yerda mana kadi karta, kesok degani davomiy to'xtovsiz, simyon ishlatsangiz, kehvega opta degani rejasida yo'q, ton degani bu gan ma'nosidagi grammatika. Rejangizda yo'q bo'lgan pulni ham sida ishlatmoq, getveda degani adigan bo'lmoq. Ishlatadigan bo'lib qolmaysizmi deb so'rayapti. Endi javoblarga qaytamiz. Xo'p, ushbu javoblar mana uchinchisi mos tushadi, ya'ni kartani ishlatsa, pulini yanada ko'proq sarflaydigan bo'ladi.
shu mazmundagi gapni oxirida aytdi. 3 to'g'ri. Endi qolgan javoblarni ko'ramiz. Ularni xatoligini isbotlash kerak. Ya'ni naqd pulni olib yurish noqulay. Bu erkakni aytgan gapi. Bizga ayolning asosiy fikri kerak. Shuning uchun shartida ham yoje chungshim senga gil korishib degan. Ya'ni ayolning asosiy fikrini toping. Demak, bir xato. 2. Kadiril senin sarami manajigo ismda. Kartani ishlatadigan odamlar ko'paymoqda. Bu haqida aytilmadi. Endi 4. Hyongimi ismi naqd pulingiz bo'lsa, kartani olib yurmasangiz ham bo'ladi. Bu haqida umuman gapirilmadi. Demak, bizda faqat 3 qoladi. To'g'ri javob 3. Va tahlilimiz shu joygacha edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.